Hammaga salom do'stlar. Bu videoda biz Marvel olamidagi arvoh poygachi haqida gaplashamiz. Siz esa videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Arvoh poygachi aslida Zaratos ismli qadimiy iblis va Johnny Blaze ismli oddiy odamning bitta tanadagi uyg'unligi, ya'ni ikkita shaxs bitta tanada. Marvelda har doim shu ahvol. Jonlariga tegmadimikin a? Ha, mayli. Xullas qadim zamonda Zaratos ismli o'ta kuchli mavjudot yashagan. Uning kuchiga Mephisto ismli iblis havas qilgan va undan foydalanmoqchi bo'lgan. Zaratosni bo'ysundirish Mephistoning qo'lidan kelmagan, lekin uni odam tanasiga joylash va keyin o'sha odamni boshqarish Mephistoning qo'lidan keladi. Shu tarzda Mephistoning qo'lida mukammal qurol va yengilmas jangchi paydo bo'lgan. Arvoh poygachi. Xuddi kuydirgan kallan ko'rganmisizlar? Tutyapti boshdan tushunchi qilib. Mephisto arvoh poygachini o'z dushmanlarini yo'q qilish uchun ishlatgan. Masalan, har xil iblislar, yovuz ruhlar, xullas Mephistoning raqobatchilari. Ammo bir kuni hammasi chippakka chiqqan. Tanishing, bu Johnny Blaze. Uning otasi saraton kasalligiga chalinganida Mephisto kelib uni davolay olishni aytgan. Evaziga Johnny Blazening tanasiga Zaratosni joylab, bechora Johnny Blaze'ni do'zax azobiga yo'liqtirishi kerak edi. Johnny Blaze otasini davolash uchun arvoh poygachiga aylanishga rozi bo'lgan va uning otasi chindan ham saratondan tuzalgan. Ammo afsuski ertasi kuni ekstremal turk paytida halok bo'lgan. Zato men saratonni tuzatdim. O'zimga halolman. Johnny Blaze arvoh poygachiga aylanganidan so'ng avvaliga Blackheart ismli iblisni yengadi. Hammasi Mephistoning rejasi bo'yicha. Ammo keyin Johnny Blaze Mephistoga bo'ysunmay qo'yadi. Shu tarzda Mephistoning rejalari puchga chiqadi va endi uning o'zi arvoh poygachidan qochib yurishiga to'g'ri kelgan. Arvoh poygachi qanchalik kuchli? Uning komiksdagi kuchi haqida uzoq gapirish mumkin, lekin menga ko'proq uning ikkita shaxsiy filmi va Qalqon agentlari serialidagi kuchi qiziq. Jismoniy kuchdan boshlaymiz. Qalqon agentlari serialida bizga tashkilotning xalq uchun mo'ljallangan maxsus qafaslari borligi ko'rsatildi. Arvoh poygachi esa shunaqa qafasni sindira oldi. Men uning jismoniy kuchini xalq darajasiga yaqin deb hisoblayman, ammo bitta farq bilan. Newtonning 3-qonuni bo'yicha siz jismga qanday kuch bilan ta'sir qilsangiz, jism ham sizga shunday kuch bilan ta'sir qiladi. Bu shunchaki fizika qonuni, ammo arvoh poygachiga bu qonunning ahamiyati yo'q. U vertolyotni zanjir bilan tortgan sahnani eslang. Agar xuddi shunaqa xalq vertolyotni tortsa, vertolyot shunchaki xalqni ko'tarib uchadi. Kerak bo'lsa ikkita xalqni, ammo arvoh poygachini ko'tara olmaydi. Xuddi poygachi cheksiz massaga egadek. Xullas qafasni sindirganiga qaraganda, uning kuchi xalqniki bilan bir xil, faqat fizikaga bo'ysunmaydi. Poygachi va xalqning yana bitta o'xshash tomoni mavjud. Bilamizki, xalqning jahli chiqqanida uning kuchi oshishi mumkin. Arvoh poygachi ham qanchalik kuchli raqibga duch kelsa, shunchalik kuchli bo'la oladi. Ya'ni kuchsiz personajlar bilan jangda tanani asosan Johnny Blaze boshqaradi. Ammo vaziyat yomonlashgani sari Zaratos nazoratni o'z qo'liga olishni boshlaydi va poygachining kuchi va chidamliligi oshadi. Aynan shu sababli poygachini o'ldirish ilojsiz. Unga qarshi qanchalik katta kuch ishlatilsa, poygachi shunchalik chidamli bo'lib qoladi. Jismoniy kuch bilan unga umuman hech qanday ziyon yetkazib bo'lmaydi, faqatgina sehr bilan. Sehr bo'lganda ham eng kamida Doctor Strange darajasidagi sehr haqida gap ketyapti. Shunda ham komikslarda Strange doim arvoh poygachidan qo'rqqan va uni o'zidan kuchli deb hisoblagan. Uning tezligi ham oddiy odamlarnikidan ancha tezroq. Uning mototsikli esa chinakamiga dahshatli tezlikka ega. Komiksda u yorug'lik tezligidan million marta tez, filmda albatta ancha pastroq, ammo shunda ham tovush tezligidan ancha balandroqligi aniq. Ammo menga eng yoqadigani, u istalgan mashinani shunaqa tyuningdan o'tkazishi mumkin. Bu holatda mashinalarga o'q o'tmaydi, raketalar ziyon yetkaza olmaydi, hatto yerga ham doim g'ildiraklari bilan tushadi, xuddi mushuklardek. Poygachining mototsikli vertikal devorlarda va hatto suvda ham harakatlana oladi. Nazariy jihatdan mototsikl havoda uchishi ham mumkin. Shuningdek, poygachi turli qurollarni ham do'zax olovi bilan kuchaytirishi mumkin. Uning eng sevimli quroli esa metal zanjir. U raqiblarini birgina teginish bilan kulga aylantira oladi. Qalqon agentlari serialida olovli zanjir Aida ismli yovuzning qo'lini kuydirgan. Buni nimasiga qoyil qolish kerak deb o'ylaysiz? Gap shundaki, Aida juda kuchli regeneratsiya qobiliyatiga ega. U o'z jarohatlarini juda tez tiklay oladi, ammo arvoh poygachi qoldirgan jarohat tiklanmaydi. Shunday ekan, Deadpool va Rosamaga uchun yomon xabar. Arvoh poygachi bilan jangda regeneratsiya ishlamaydi. Shu sababli poygachining do'zax olovi juda xavfli. Ammo agar poygachi kimningdir o'lishini istamasa, olov o'sha odamga ta'sir qilmaydi va hattoki
aksincha, poygachining olovi odamlarni himoyalashi ham mumkin. Masalan, Qalqon agentlari serialida u bitta jinoyatchini tirikdan tutmoqchi bo'lgan, jinoyatchi esa o'z-o'zini portlatib yubormoqchi bo'lgan, ammo portlashda o'sha jinoyatchiga umuman hech nima qilmagan, chunki arvoh poygachining olovi jinoyatchini himoyalagan. Mana shunaqa ko'p funksiyali olov, u odamlarni kuydirishi ham, himoya qilishi ham mumkin. Supermenda ham shunaqa olov bo'lganda edi. Yana poygachi arvohlar bilan gaplasha oladi va ularni ham kuydirib tashlay oladi. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan mavjudotlar ham poygachidan himoyalana olishmaydi. Uning yana bir to'da qobiliyatlari bor: kiyimlarini o'zgartirish, o'qlari tugamaydigan qurollar yaratish va hokazo. Ammo menimcha eng mashhur qobiliyati bu jazolovchi qarash. Dushmanning butun hayoti davomida boshqalarga keltirgan azobini his qildirish. To'g'ri, ba'zida bu qobiliyat ishlamaydi, lekin ishlagan paytida bu juda xavfli qobiliyat. Chunki raqib qanchalik kuchli ekanligi ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Mana Thanos qasoskorlarga qancha muammo bo'ldi. To'g'ri, buning uchun askarning eng kuchli qurolini yasashiga to'g'ri keldi. Poygachi esa uni shunchaki ko'ziga qarashi bilan yengishi mumkin edi. Mana arvoh poygachi qanchalik kuchli. Komikslardagi kuchini gapirib o'tirmayman. Komiksda yana ham kuchli deyman xolos. Ammo bu muhim emas. Muhimi uning kino olamidagi roli. Mishmishlarga ko'ra arvoh poygachi qasoskorlar 6 filmida qatnashadi. Bu mantiqan to'g'ri. Chunki maxfiy urushlar komiksida bir emas, o'nlab poygachilar qatnashganda. Shunday ekan filmda ham qatnashishi tabiiy. Ammo asosiy planda u faqatgina maxfiy urushlardan keyin chiqadi. Kevin Feige anchadan buyon arvoh poygachi haqida rejalar tuzib yuribdi. Buning ustiga oxirgi yillarda Marvelning ko'plab yangi personajlari muxlislarni unchalik qiziqtira olishmadi. Hozir Marvel studiosiga mashhur va muhim personaj kerak va arvoh poygachi bu tarafga juda mos tushadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizga arvoh poygachi qiziq tuyuldimi? Shaxsan men uni Thor yoki Supermandan ancha kuchli deb hisoblayman. Ammo menga sizning fikringiz qiziq. O'z fikringizni yozib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.